masjidlarda ibodat qilib turibmiz. Yurtimiz tinch, xotirjam, ofiyat bor, tinchlik bor, xotirjamlik bor, ibodat bor. Mana shu kunlarni ham albatta shukrini qilishimiz kerak. Har kuni kunimiz shukr bilan boshlanishi kerak. Nima uchun bilasizlarmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kunlari eng avvali shukr bilan boshlangan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyqudan shundoq ko'z ochganlarida Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhi nushur. Bizni uxlatgandan keyin shu uyqudan eson omon uyg'otgan Allohga hamd bo'lsin, qaytish ham Allohgadir der edilar. Hani hech narsa qilmasdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ko'zlarini ochardilar, mana shu hamdni Robbil alaminga aytar edilar. Demak, kunni avvalini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shukr bilan boshlar edilar. Demak, biz ham u zotga ergashib, kunimizni avvalini eson omon uyg'otgan Robbimizga shukr aytish bilan boshlashimiz sunnat bo'ladi. Bunga odatlanishimiz kerak bo'ladi.